Assalomu alaykum, hurmatli chorvadorlar. Hammalarga ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Hammalarga barakotli qilsin. Allohim chorvani barakasini bersin. Ana bugun 23-fevral 2026-yil dushanba kuni Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Gajdumak qishlog'idan ana bu bizning fermamizga bugun yangi partiya mollarimiz keldi ana. Toza dumbalik shvedlarni, toza mollarimiz keldi. Shved sharali ana tozalari, sharalar. Dumbalik sharalilar. Yana qaysi parodamiz bu? Yana Jersey parodamiz bu zo'rani ko'rsam, katta bo'lasi, katta Jersey. Juda ham sifatli mollarimiz. Bularni asnonoy paltarashga yemga tayyor 1,5 mayda xillari bor. Mollarimizni narxiga kelsak, narxi 22 milliondan bor ana. 22 million maydasi bir donami shunaylar bor, 22 million. Keyin u yo'g'i 24 bor, 26, 27, 38 gacha bor. 38lik ham bitta ikkita. Asnonoy mollarimiz 28, 29, 30 million atrofida. 100% sifatli mollar, ammo sog'lom, pirivkalar qilingan. 100 ga 100. Ana sharala mollarimizni qarang, dumba qo'ygan, dumbalarni. Mana shuni nech pul, shuni ayting. Ana shu molimiz 28 million. Savdosi bu. Savdosi bu. Bu molni bo'yi 130 bemalol keladi. 130 yo'qdan 130. Ana sharalin tozasi. Toza sharali mollarimiz. Nech pul shu? 30 million beraman sharaliligi uchun. Bunaqa molni topolmaysizlar. Yer sparodamiz. Juda ham zo'r do'stlar. Olib uzoq shu bo'lganiga. Bu ham zotga bo'ladi. Zotga, toza zot uchun. Yana kelishilgan holda bu yerda olmish bosh yangi kelgan molimiz bu. Bularni optim oladiganlarga mana ichidagi 38 millionlikni ham hammasini bir joyda shuni oladigan xaridorimiz chiqib qolsa, buni yaxlotiga endi 30 demaymiz, 29 demaymiz deydi-yu, 28 yardan beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab. Hammasi bir joyga. Hammasi bir joyga. Ana, toza shvedlarimizni ham qarang. Paltarashga lekin buzoqchali. Boshqa mollarimiz ham bor, mana bu yo'lda mayda mollarimiz ham bor. Ular 20 milliondan to 25 milliongacha bo'lgan mollarimiz bor. Bo'g'oz sigirlarimiz bor. Qan sigirlarimiz bor. 6 oylik, 7 oylik, 8 oylik bo'g'oz sigirlarimiz ham bor. Mollarning sifatiga garantiya, yeb ichishi hamma narsasi joyiga. Profilaktika uchun ukollarni ham hozir qilib boshlaymiz. Mollarni chor panjaliga qarang. Ko'tini kengligiga qarang. Ana shu kichkinagina ko'tini qarang. Ana shu turba 120 oxirgi tepasidagi. Ana shular ham 115 dan baland. Mollarimiz sifati. Ekrandagi telefon nomerlari aloqaga chiqib kelaverasizlar. Lokatsiya kerak bo'lsa, Telegramdan lokatsiya tasha deb ekrandagi nomerlarga yozasizlar. Lokatsiyasini ham tashab beramiz. Manzilimiz osongina. M37 yo'l bo'yidan, trassadan 400 metr ichkariga kiriladi. Bemalol kelaversangiz bo'ladi. Savdolarimiz boshlanib qoladi. Mana 30 million deb aytilgan sharali. Mashalloh. Sifatini qarang.
bemalol ana obzorni zo'ri. Bizada Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalimizga obuna bo'lsalaringiz, bu Instagramga, YouTube'ga yo'q videolarimiz qo'yib boriladi. Telegram kanalimiz mana bu. Mana. Chorvachi pastga chiziqcha Buxoro deb yozsalaringiz chiqadi. Yoki kanalingizga qo'shib qo'ying deb Telegramdan bizga murojaat qilsalaringiz, kanalimizga ham qo'shib qo'yamiz. Yo'qda mana bunaqa hech qayerda yo'q videolarimiz bo'ladi-da. Instagramimizni ham bilasizlar. Chorvachi kanalimiz bor. Chorvachi kanaliga ham bemalol aloqaga chiqib, tomosha qilib, chorvaga qiziqqan akalarga videolarimizni jo'natib turinglar. Sifatli mollarni 2026-yildagi planlar bilan olib kelishni boshlaganmiz. Mollarni zo'rlab